Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Agar siz Excel dasturida ishlashni bilmasangiz, bu darsimiz aynan siz uchun. Birinchi darsimizda birinchi Excelni ochishni o'rganamiz. Windows tugmasidan Excel dasturini ochsak, birinchi mana Excel menyusi chiqdi. Bu yerda Excel tayyor jadvallar, xuddi Wordda bo'lgani kabi mana bugun Excelni noldan o'rganishimiz uchun birinchi ochib olamiz. Yuqoridagi menyularni ko'rishimiz mumkin. Fayl, главный, вставка, размер страницы, formula, данные va hokazo menyular mavjud. Mana shu menyularning har birining o'ziga yarasha o'z funksiyalari va bajaradigan ishlari bor. Bugungi darsimizda biz fayl bo'limidan tanishib chiqsak, fayl bo'limida ko'rishimiz mumkin sozdат, открыть, сохранить va hokazo menyular bor va bularning ham o'ziga yarasha o'z xizmat vazifalari mavjud. Bizlar главный menyusiga o'tsak, birinchi o'rinda bugun o'rgatmoqchi bo'lgan darsimiz sizga jadval yaratish, ya'ni oddiygina tablitsa yaratishni, ya'ni ustunlar, qatorlar va yacheykalar bilan tanishib chiqishni o'rganamiz. Mana ko'ryapmiz, harflar bo'limidan ketyapti, harflar. Mana shu ustun, B ustun, B1 ustun, S1 ustun va hokazo ustunlar ketma-ketlikka ketgan. Ko'rishimiz mumkinki, mana raqamlar, bular qatorlar hisoblanadi, qatorlar. Tushunarli? Lekin mana bu B1 yacheyka. Mana bu har bir katakcha yacheyka hisoblanadi. Endi men sizlarga soddagina jadval yaratishni ko'rsataman. Bu uchun har bir yacheykani belgilab olib, keraklicha o'zimizga tortib olamiz va вставка yoki главныйdan mana shu yerni tanlab, все границani tanlab qo'ysak ham, mana ko'ryapmizki, soddagina jadvalcha hosil bo'ldi. Mana har bir yacheykaga, misol uchun, mahsulotni yozsak, xo'p. Endi o'zimizga kerakli o'lchamda mana shunday kattartirib yoki kichiklashtirib olsak bo'ladi. Mahsulot nima? Mahsulot misol uchun olma. Do'konimiz bor, o'sha do'konning bizlar hisob-kitobini tizimlashtirmoqchimiz. Misol uchun olma, bu yoqqa anor. Endi mahsulotning narxi, tan narxi. Misol uchun biz oldik mahsulotni bozordan, ya'ni optimga olib keldik, qanchaga? Misol 8000 dan olib keldik. 8000 dan olib keldik. Anor bozordagi qiymatini aniq ayta olmayman, 12000 dan bizlar olib keldik. Endi do'konimizga kelganda unda biz tan narx qo'shamiz, to'g'rimi? O'sha qo'shiladigan summamiz. Misol bu yerda qo'shadigan summamiz bo'lishi mumkin. Mana bu yerda ozgina imloviy xatolar ketgan. Qo'shadigan summamiz bu yoqqa keldik, 12000 dan olmani sotdik, 15000 dan anorni sotdik. Xo'p. Endi mana shu jarayonda biz qanday qilib foyda ko'rdik degan nazar, foyda, mana bu yerga foyda deya yozsak, foyda. U uchun biz teng belgisini qo'yamiz. Har doim bilishimiz kerakki, Excel dasturida formulalar boshlanishdan oldin teng belgisi qo'yiladi va B2 yacheykani belgilaymiz. Unda birinchi C2 yacheykani belgilaymiz va ayiramiz B2 yacheykadan va enter tugmasini bosamiz. Ko'ryapsizki, uning ustiga biz 4000 so'm foyda qilgan ekanmiz. Bu sodda, siz uchun pastga qarab tortsak avtomatik to'ldirib beradi. Bu siz uchun juda ham sodda ko'rinishi mumkin, lekin ba'zi katta budjet tashkilotlari, soliq tizimlari yoki bo'lmasa bank tizimlarida bular katta summalarda o'ynaydi. Buxgalteriyaning asosiy qismini Excel dasturida qiladi. Bridge dasturi va Excel dasturida qiladi. Xuddi shunday. Va hokazo mana bu yerga mahsulotni to'ldiramiz, tan narxini yozamiz yoki jami mahsulotning umumiy summasi qancha? U uchun biz sum degan matematik formuladan foydalansak ham bo'ladi. Sum, mana ko'ryapsizlar, matematik formulalar chiqib keldi avtomatik. Sumni belgilab olamiz. Sum va qiymatlarni qo'shib enter tugmasini bosamiz. Ko'ryapmizki, jami biz 20 minglik xarajat qilgan ekanmiz 1 kilos uchun. Bu yerda esa mana bu yerdan, hozir bu yerga ham birinchi teng belgisini bosamiz.
va teng belgisini bosganimizdan keyin so'm, mana so'm ko'ryapmiz. Xuddi shunday so'mni qo'shish uchun tortamiz. Enter tugmasini bosamiz. Ko'ryapsizki 27 ming umumiy bo'lgan va bu yerda jami foydamiz teng so'm. Sizlarni ko'proq o'rganishlari uchun so'm formulasidan bu yerda 3 marta foydalanganman. Bu yerda sababi xatolik bo'lgan sabab biz mahsulotning yacheykalarni belgilab olmadik. So'm belgilab olamiz. Hozirroq bizda muammolik. Mana belgilaymiz va enter tugmasini bosamiz. Ko'ryapsizki, jami 7 ming. Bu yerda juda ham sodda, bu bizga nega kerak deyishingiz mumkin, lekin bu juda ham tez o'rganishlaringiz maqsadida buni sodda va qisqa qilib tushuntirdim. Xayr, salomat bo'ling. Bizga obuna bo'lishni unutmang.